Okay, let's go. Nihoyat chiqdi. What the fuck? Yo, what's up? Bo'lovnachilar. Sizlar bilan birgalikda men o'sha hacker va videoni boshlashimdan oldin sizlarga aytadigan gapim bor. Qisqa qilib tez-tez tushuntiraman. Bu kanal nega ochildi? Bo'ldi. Menga bu kanalda atigi 1000 ta obunachi kerak. Albatta faqat 1000 ta. Iltimos, ko'p obunachi bo'lib ketmasin. Va men bu kanalni sotaman. Bilaman, meni ko'pchilik YouTubedan ketmasligimni xohlashadi va aynan shu ish meni YouTube'ga qolishimga sababchi bo'ladi. Va men o'z katta hacker kanalimda qolaman va hali hech kim qilmagan videolarni olaman. Albatta meni qo'llab-quvvatlab yangi ochgan kanallarimga obuna bo'lasizlar va shunday bo'lsa ham men bu kanalda juda zo'r videolar olaman. Albatta men tushunasizlar degan umiddaman va rostdan ham tushungan bo'lsalar qanunda videoga ketdik. Yo, WhatsApp nigerlar sizlar bilan birgalikda men o'sha hacker va barchasini tushungan bo'lsanglar, men qanaqadir o'rganilmagan o'rmonga tushib qoldim va bu yerda jon saqlashim kerak. Va bu esa menga yoqyapti, chunki bu yerda men ko'rmagan narsalar juda ko'p ekan. Mana bu go'zalligini qaranglar. Yo, what the fuck? Men juda qiziqib ketaman bu yerlarda nimalar bu. What the fuck? Demak, u tomonga yaqinlashmaymiz. Bo'ldi, men hali umuman rivojlanmaganman. Qo'limda bittagina virus tagim bor. Okay, biz rivojlanishimiz kerak. Va sizlar bilan bu yerda nimalar borligini ko'rib chiqamiz. Bizga daraxt kerak. Yo, mana buni ne katta. Yo, bismillah. Bizga ko'proq daraxtlar kerak. Bu qanaqadir yangicha daraxt, qizil daraxt ekan. Oh, chumollar, yo, what the fuck? O barg ushlab ketyapti. Qayerga tashlaysizlar sizlar? Yo, bu yerda chumollar juda ko'p ekan. Menimcha mana bu inlari chumollarni. Let's go, biz mana shu, wow, bunaqa chiroyli joylar. Men hali ko'rmagan joylarim juda ko'p bo'lsa kerak. Birinchi o'rinda biz kirkasi olamiz. Ovqat manbai, let's go. Men seni aytmadim, sen haromsan. Yo'qol. Tarvuz. Let's go, boshlanishga tarvuz yuramiz. Oh, yeshit qaranglar. Ne tiqama og'zimga, what the fuck? Bola biz o'zimizga qarorgoh qurmaymiz va bu yerda biz har doimki yo, what the fuck? Mana bu yerda nima bor? Okay, tushunarli. Yo'q, yaqinlashmaymiz. Bo'la, biz bu yerda noma'lummiz. Chunki bu yerda birinchi marta kelishimiz. Bu yerda nimalar borligini bilmaymiz. Okay, shuning uchun faqat tarvuz yuramiz. Yo, bunaqa chiroyli joylar. Temir bor ekan, okay. Temirni olib ketishimiz kerak. Bizga ko'proq tosh kerak. Toshli kirka yasaymiz. Kirka tayyor. Let's go. Birinchi temirimiz. Hop. Okay. Xo'p, bizda tapor ham, kirka ham bor. Demak, biz hozircha yaxshi rivojlanyapmiz. Yo, bu yerga kirmagan ma'qul. Bu yerda zombilar. Wow, bu yerda zombilar bor ekan. Okay, qaytamiz. Oh shit, zombi chiqib kelyapti. Yo'qol, basharangga turqim. Oh, bu yer qanaqa joy? Tepada nima bor deb o'ylaysizlar? Ketdi. Bir qaraylik, asta qaraymiz-da, agar bizga yomon narsa bo'lsa, uni ichida biz asta qaytamiz u yerdan. Bu yerda qanaqadir katta. Bu yerda qishloq topildi. Let's go. Buni qomat kimda bor? Albatta menda bor. Yo, bu yerda temirlar juda ko'p. Okay, temirni olib ketamiz, sotib ketamiz. Bo'ldi, bular qishloq juda katta ekan, qaranglar. Yo, what the fuck? Uylarda nima bor? Yotoqxona kerak. O'g'irlik qilganim uchun uzr so'rayman. Lekin menga pe. Bu sandiqda nima bor? Tepamiz olishimiz kerak ekan. Ovqat. Let's go. Bu yer menga yoqa boshlayapti. Hamma narsasini buzib ketaman. Bizda qancha temir shunaqa? 36 ta temir. Bu sandiqda nima bor ekan? Yo, ovqat har doim kerak. Biratan, yaxshimisiz? Mahalladagi hamma yaxshimi? Bilmaysizmi oltinlar qayerga joylashganligini? Hazırlaştım. Bulla aytma. Fuck. Yo'q, bulla kerak emas oltin. Qayerga boray? Yo, bu nima? Kiraman. What the fuck? Bu ajdarlarni makonimi? Qanaqa o'lkaga kelib qolib? Yo, golim qayerga yo'qoldi? Ana. Ko'zga ko'rmagan yaxshi. Og'zimga temirni tiqaveradi. Bu yerda katta sandiq. Yo. Okay, mana bu qanaqadir tumor. Kiyib ko'ramiz. Qaykiyay. Okay, mana tumor. Nima qilyapti bu tumor? Qanaqadir ichimlik. Bu dori topoldim, bo'ldi. Okay, kasal bo'lsam ichamanmi yo hozir ichyordim. Nima bo'ldi? Qizaryapman. Ulaman. Qayerlarga borman deb biz ko'ramiz. Biz hali ko'rmagan joylarimiz juda ko'p. Juda qiziqib ketyapman. Qayerlarga kirmadik biz. Okay. Yo, mana buni. Dahshat qalacha qurgan-ku. Yo, what the fuck? Yo, bular juda rivojlanib ketgan, o? Turjun qaranglar mana uni. Uyning eshigiga kiramiz. Tak. Kim bor? Yo, what the fuck? Bu mana buni uyi ekan, o'ldirish kerak buni. Sen iflos menga nasıl o'tib? Ikkita ekan, iri xotin yashaykan-ku uyga. Basharing yo'q. Tasni o'ldirib ketay hech bo'lmasa. Let's go. Seni o'ldirib ketaman. Yo, iri xotinlar o'ldiryaptim. Endi o'zim o'lmasam bo'ldi. Ovqat. Tarvuzni oxirigacha tiqamiz biz. Nima qo'rganganmiz? Oxirigacha tiqib o'rganish kerak. Vallahi qaranglar tiqishdi. Sizlar o'rganinglar. Buni ichida nima bor? Nima bu? Okay, iri xotinning uyida nimalar bor ekan yana? Ikkinchi qavatga chiqayotgan joy. Dona oldi inson mana bu yerda nima bor? Yo, wow, balkon. Yomon yashaygan-ku iri xotinlar. Mana bu yerga baribir borolmadim. Baribir borib ko'ramiz vallahi. Let's fucking go.
Ya, o'lishimga o'z qoldi bolalar. Ko'proq ovqat kerak, non bor edi menda. Okey, bolalar, biz faqatgina bu yerda yurmaymiz. Bu yerdan ketishimiz ham kerak. Biz sayohatchimiz bu yerlarda. Sayohatchilar esa bilasizlar, hamma joyga borib turish kerak. Ya'ni biz ham o'sha. Bu yerdan ketish vaqti bo'ldi demayman. Bu yerda biz tunab qolamiz. Bir kunni shu yerda o'tkazamiz. Ko'z kech bo'lyapti, uch kech bo'lyapti. Uxla. Oyni yo'q-yo'ringlar. Mahal kech bo'lmaydi deyman. Hali ketdik. Okey, kech bo'ldi bolalar. Biz uxlashimiz kerak endi. Uxlash vaqti bo'ldi. Nechadan bor? Albatta pishiriq bo'ladi. Aytdim-ku. Kech bo'ldi menimcha. Bo'ldi, endi uxlash vaqti bo'ldi. Uxlamayapti. Uxla. Uxlashni qaranglar, qo'limizni qornimizga qo'yib uxlaganmiz. Kechqurun meni kutib ol. Endi borayotgan joyimizni bilasizlar. Anna. Biz boyaniki tepalikka boramiz. Xo'sh, tepalik qayerda edi? Tepalik. Bu vikingmi bu? Mana shu ekan tepalik. Biz tayda ekanmiz tepalikda. Go chiqib ko'ramiz. Mana bu floska. Stop bola, biz o'zimizga shit yasab olishimiz kerak. Bizda daraxt yo'q-ku. Daraxt nima yo'q ekan bizda? Daraxt chop olamiz ko'proq. Yo, bular ko'p ekan. Basharingga yo'q. Bu birovlarning zonasi ekan. Buli qaytmayman bu yerga ikkinchi. Bu yerdan qochish kerak. Flos joydan nasib bo'lib ketgan ekan-ku bu yer. Trivoga yo'qamiz. Trivoga. Hamma kirsin uyiga. Ter yo'qali uyiga. Puqbombi. Qayoqqa borsa bo'ladi. Ana bu yerda go sohilcha bor ekan. Sohilga yetib keldik bola. Sohillar ham umuman boshqacha o'zgarib ketgan. Okey, bu yerda qisqichbaqalar bor ekan. Menimcha ular indamay Ko'rdinglar? Yo, Krabiston, chig'anoqlar ham bor ekan. Yo, qo'lla. Menimcha suvga ham yaqinlashmaslikka to'g'ri keladi. Okey, suvga umuman yaqinlashmaymiz. Ana bu tomonlarda nimalar bor ekan? Bu yerda juda ko'p qonxo'r narsalar bor ekan. Suv. Yo, what the fuck? Kitmi bu? Kit ham bor ekan bu. Suvda chepsa cho'kib ketyapmiz. Men suvda suzamayman. Men mana bu suvga suzib, ini suzaman. Ko'ryapsizlarmi bolalar? Mana. Qo'yaniki narsa yerga tortib turar ekan. Okey, ajdarlar menga indamasa bo'ldi. Ana u yerlarda nimadirlar bor. Wow, kiyiklar. Ana nima edi? Otmi bu? Chiya bor ekan. What the fuck? Indamay olib boraman. Mana bu meni ko'rib qolmasa bo'ldi. Cho'kib ajdar bu zonalar. Fil? Yo, mana bu ajdarga yaqinman. Okey, tepada. Yo, men oddiygina chumolida eman u uchun. Meni ko'rmaydi. Salom fillar. Mana bular qanaqa joylar? What the fuck? Bo'lib aytdim-ku, biz bitta joy turib qolmasligimiz kerak. Mana shunaqa zo'r joylar ko'rishimiz kerak. Mo'qchilar mana bular nima edi? Nima bo'lgan bular ya? Yo'q, bular bosqinchilar. Yuzidan bilinib turibdi bosqinchiligi. Okey, bular nima deydi? Rivojlanmagan aholilar, internet ko'rmagan aholi bular. Ularga yaqinlashmaslik tavsiya qilinadi menimcha. Chiroyli joylarni tepaga chiqishim kerakmi? Tepaga. Lekin juda yaqin boryapman ajdarga. Ana, bunimni tagida. Mana bu yerdan chiqib ketaman tepaga. Qani ajdar? Qani? Ajdar yo'qolib qoldi. What the fuck? Mana. Yo, what the fuck? Bu joylar umrimda ko'rmaganman bunaqa joylar. Yo, mana shunaqa men bilan yursanglar shunaqa joylar ko'rasizlar. Demoqchi edim, o'lib ketishim qoldi. Qaraylar, parkurchilik. O'xshama. Bu yerda nima qilishimiz ham mumkin biza. Bular indamay menimcha. Suvga tushib olishim kerak. Let's go. Menimcha suvga takray olaman. Yo, bismillah. Kechish ekan. Oz qoldi. Okey, quruqlikka ham chiqib oldik. Endi o'zimizga bironta yaxshiroq joy topishimiz kerak, rivojlana olishimiz uchun. Qayerga borsak bo'ladi? Bu tomonlar qaranglar, binafsha daraxtlar. Binafsha ustida meva ham o'sgan. Xo'p, ovqatlanamiz. Ovqatni oxirga qishtirgatishganmiz. Yo, mana bularda. Yo, botqoqlik. What the fuck? Oh shit. Men juda zo'r joylarga kelib qolman u. Okey, botqoqlik kirib ketamiz. Menimcha bu yer xavfsiz deb o'ylayman, chunki buni turishi juda chiroyli-yu, lekin juda o'rmonzor ekan. Yo, bu yerni astiklik bilan yuraveramiz. Bu yerda chirmoqlar ko'p. Manzarani qaranglar. Dahshat, şeylar bilan juda takka ko'rinyapti. Men qurbaqa zoti yo'q bu yerda? Yo'q, bu yerda. What the fuck? Yo, qushlar shunday o'tyaptimi? Qushlar kamon o'tayotgan. Qushmi shu? Yo, bu yerda ketish kerak. Mana bu manzarasi bo'ladi. Ana u botqoqlik o'zi yoqmayotdi. Yana kech bo'ladi. Yana uxlash vaqti bo'ldi. Bolalar, bizga ko'proq taxtalar kerak. Oddiy taxta olamiz, oddiy taxta. Wow, yana shunaqa joyga kelib qoldim bolalar. Qaytib keldimmi joyimga? Yo'q, ozgina aylanamiz bu yoqda. Taxtalar 28 ta, lekin bu yetmaydi. Aniq. Ko'proq taxta olishimiz kerak. Uxlash vaqti bo'ldi, uxlaymiz. Buguncha tunni o'rmonning ichida o'tkazishga to'g'ri keladi. Hech qanaqa baza qurmasdan. Baza qurishga ulgurmayman men hozir. Okey. Uxlash pozasini bilagan meni personajim. Okey, qayoqqa boramiz? Menimcha baribir o'sha yoqqa borish kerak. Men ko'lni kechib o'tishim kerak. O'zimga bitta qayg'a solishim kerak. Stop. Mana bu nima edi? Nima qarab turibdi? Nima bu? Okey. Suvdachi ham juda rivojlanib ketgan-ku. Suvda ustidan uncha yaxshi bilmayman. Bitta suvdachi kirsanglar, what the fuck? Okey, qayg'asayman men. Qayg'imiz tayyor. Qani go. Menimcha eshitma menga xavf solmaydi.
Let's go. Mana bu chiroyli joylarni qaranglar. Yo, asta orqachaga qaytamiz. Yurlar, xavfsiz menimcha. Yo, buni chiroyli joylar. Minecraftda bunday joylarga kelgan birinchi o'zbekman. Ye, ichim qani meni? Ichim qani? Ichim yo'q. Yo, what the fuck? Bunday chiroyli ko'rinar ekan tay. Qaranglar. Okay, biz quruqlikka yetib keldik. Pech chiqishimizga to'g'ri keladi endi. Biz mana shu tog'ni kechib o'tamiz. Yo'g'iga boramiz tog'ni. Mana shu yerda to'xtashimiz kerak. Yig'imizda olib ketamiz. Okay. Biz tepa chiqishimiz kerak. Ya'ni mana shu tog'ni ustiga. Nimalar bor deb o'ylaysizlar yana? Bola, endi biz har tunni ko'chada o'tkazmaymiz. Mana nima yonib ketmayapti, yonib ket. Iflos. Endi biz har tunni o'rmonda o'tkazmaymiz. Har tun tun tushishidan oldin biz, qarochi, o'zimizga bazachi, ya'ni chodircha qurib olamiz. O'shaga yashaymiz. Ajdarlar hozircha xavf solmayapti. Men hali ko'rmagan juda ko'p joylar bo'lishi kerak. What the fuck? Oh shit, boraman men. Bola, yangicha qishloq. Wow, bular nima yaqinlashmaslik kerak. Mana bu yerda nima bor? Yangicha qishloq. Okay, men yangicha qishloqni kashf etaman agar bu yerga kelsam. Let's go. Bu yerni chodirlar qishlog'i deb ataymiz. Salom, yangi aholi. Xo'p, bu yerda nima bor ekan? Bu yerda nimalar bor? Yo, kim bor? Okay, aholi bor ekan bu yerda ham. Okay, bizda chelak bor. Chelak bor ekan bularning sandig'ida. Xo'p, yana nimalar bor ekan? Qiziqib ketaman bu yer chodirlar qishlog'i. Bu yerda ham uncha qiziq narsalar yo'qga o'xshaydi. Faqat non chiqyapti. Bir achishga nimaga? Bu yerda suvi bor, chelak bor. Bu chelakni yo'qotamiz. Xo'sh, hozircha qiziq narsa ko'rganim yo'q. Yo, ana bu yerda qasr bor. Bizga ketdik qasrga. Qasrda nimalar bo'lishi mumkin? Albatta oltin. Yo, mana shunaqa chodir qursam, lekin men ketayotgan chodir quraman-da, kichkinaroq. Oh, mana buni qasr desa ular ketdik. Menimcha u yerda xavf solayotgan narsa aniq bor. Tayyorlanishimiz kerak. Men shet yasamadim hali. Okay, qo'limizga shet yasa olamiz. Oh, shetimiz tayyor. Mana bu yerga men endi nima borligini bilmoqchiman. Xo'sh, kimlar bor ekan bu yerda? Yo, mana bu Yo, okay. Stop. Bu yerda hech nima yo'q. Oddiy aholi bu yeram. Yaxshi. Yo, bizda ham tikilka bor. Mana o'zi. Okay, yomg'ir ekan. Nima bu? Bizda boshqa kiyim bor. Hop. Wow, bu chiqib kelishdan manzara qaranglar. Yo, yomg'irga zombilar paydo bo'layotgan bo'limi? Necha?